Assalomu alaykum briefing qatnashchilari. Bugungi mavzuimiz subsidiya asosida uy-joy sotib olish mavzusida bo'ladi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 25-mart 2020-yildagi 180-sonli qaroriga asosan uy-joy sotib olish yoki yakka tartibdagi uy-joylarni qurish va rekonstruksiya qilish uchun fuqarolarga subsidiya to'lash tartibi to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqidagi qaror qabul qilindi. Bundan tashqari 14-iyun 22-yil 331-sonli qarori bilan o'zgartirish va qo'shimchalar kiritildi. Aholini ijtimoiy qo'llab-quvvatlash orqali daromadi yuqori bo'lmagan, o'rta daromadga ega bo'lgan hamda uy-joy sharoitlarini yaxshilashga muhtoj bo'lgan oilalar, og'ir ijtimoiy vaziyatga tushib qolgan xotin-qizlar, mamlakatimiz ijtimoiy hayotida faol ishtirok etayotgan yoshlar va shu toifadagi boshqa aholi qatlamlariga qo'llab-quvvatlash va uy-joy sharoitlarini yaxshilashga muhtoj oilalarni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash maqsadida ushbu qaror qabul qilinib, nizomi tasdiqlangan. Nizomga asosan subsidiya asosida uy-joy oluvchilar birinchi navbatda O'zbekiston Respublikasida doimiy yashovchi erkaklar 18 yoshdan 60 yoshgacha bo'lishi, ayollar 18 yoshdan 55 yoshgacha bo'lgan fuqarolar subsidiya asosida uy-joy sotib olish uchun murojaat qilishlari mumkin. Murojaat qiluvchilar kamida 3 oy mobaynida beri doimiy daromadga ega bo'lgan, yuridik shaxs maqomina ega bo'lgan tashkilotda ishlashi, daromadining eng kam miqdori 3.432.000 so'mdan kam bo'lmasligi, daromadi 3.432.000 so'mdan kam bo'ladigan bo'lsa, o'zining yaqin qarindoshlari tomonidan kafillik belgilanishi mumkin. Yaqin qarindoshlariga ota-onasi, aka-uka, opa-singillar kiradi, boshqalar kirmaydi. Er-xotinlarning nomida joy bo'lmasligi kerak. Subsidiya asosida joy olishni istovchi fuqarolar Davlat xizmatlari markaziga murojaat qilishi yoki mygov.uz sayti orqali onlayn murojaat qilib arizalarni to'ldirishlari mumkin. Platforma tomonidan ushbu ariza bergan fuqaroning ma'lumotlari xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlar tomonidan ko'rib chiqiladi va ijtimoiy mezonlar asosida ball to'plash tartibida aniqlanadi. Fuqaroning arizalari ko'rib chiqqandan keyin fuqaroning kamida 30 balldan kam bo'lmasligi kerak. 30 balldan kam bo'ladigan bo'lsa, arizasi rad qilinadi. 30 balldan yuqori bo'ladigan bo'lsa, platforma tomonidan xabarnoma beriladi. Ma'lumotlar to'liq inson omilisiz avtomatik tarzda ko'rib chiqilib, xabarnoma fuqaroga beriladi. Xabarnomalar berilgandan keyin fuqaro o'zi xohlagan viloyatdagi barcha tumanlarda qurilayotgan uy-joylardan xohlagan uy-joy olishga qurilish tashkiloti bilan shartnoma qilishi mumkin va tijorat bankiga murojaat qilishi mumkin. Tijorat banklari fuqaroning ma'lumotlarini ko'rib, tegishli notarial hujjatlarni rasmiylashtirish uchun barcha hujjatlarni rasmiylashtirib beradi. Hujjatlar rasmiylashtirib berilgandan keyin, notarial tasdiqlangandan keyin tumandagi Davlat xizmatlari markaziga murojaat qiladi. Kadastr hujjatlarini rasmiylashtirish uchun. Kadastr hujjatlarini rasmiylashtirib olgandan keyin bankka murojaat qilib, bank tegishli hujjatlarni Iqtisod va moliya vazirligiga taqdim qilib, u fuqaroga davlat tomonidan 30 million miqdorda subsidiya ajratiladi. Ajratilgan subsidiyadan keyin bank tomonidan qolgan qismiga ipoteka kredit rasmiylashtiriladi. E'tiboringiz uchun rahmat.